insonni ko'rganimda umuman oyoq qo'llarida kuch-quvvat yo'q edi. Men bularni uyiga borib o'zimga maqsad qo'yganmanda, bu insonni ba'zan chiqazaman, ishadi va sog'ligini tiklaydi deganman. Bular yo'q telefonlarini ham olmadi, ko'tarmadi ham. Uyiga borsam, uyda yo'q bo'ladi ki, axir maqsad qilib 2-3 marta borganimda majbur qilib ish qilishga majbur bo'ldim. Ishganlardan umuman zo'r o'zgarish boshladi. Asta-sekinlik bilan 5 qadam yurardi, o'tirib olardi. 5 qadam umuman uydan ko'chaga chiqmagan inson bu. Hozirgi kunda mana ko'rib turibsizlar, farzandlarning ichi yoshargan, yuzlarida tiniq. Men hayron bo'ldim hozir. Mana 62 yoshlarda yuzlari tarang. Yana to'g'ri, nima deydi, ko'z atrofida bo'ladi-ku, lekin baribir yuzingiz o'ta chiroyli. Hozirgi holatingiz qanaqa? Yaxshi, hozirgi holatim. Bular aytayotgandek haqiqatan ham 3 yil ko'chaga chiqmadim. 100 qadam yursam jigarim ishib, o'pirilib ketgandek bo'lardi-da. Keyin bular nana balzam iching deb shu bilan 2021-yildan boshladim nana balzamni. Sekin kelib, lekin bir 2 oydan keyin keldim. Yo'q, o'zim keldim. Kelganimda ham mana zinapoydanchi to'xtab chiqdim. Hozir bemalol chiqaveraman. Dam olmasdan dam olardim. 3-4 qadam yurardim, dam olardim, 3-4 qadam yurib, dam olib, xullas mana shu boshladim ishni. Allohga beadad shukr, o'sha 3 oy 4 oyning ichida men sezdim. Keyin uyda o'tirolmaydigan bo'lib qoldim. Hozir zinalardan dam olmasdan chiqasiz. 4-etajga umuman qarindoshlarimiz kelib yig'inga chaqirsa, nechinchi 4-etajda umuman bormas edim. 1-etajdan keyin chiqmas edim. Hozir bemalol 4-etajga ham chiqaman. Aytaman, u zinapoylar desa, umuman chiqib kelmas edi. Jigarlaringiz qanaqa? Yaxshi. Allohga beadad shukr, jigarim ham, qora talog'im ham hozir zo'r yaxshi. Balzamlarni o'zini ichdingiz, qaysi birini ichdingiz shunda? Balzamlarni birinchi perfektumdan boshladim. Men perfektumdan boshladim. Mana hozirgacha mana 4 yildan oshdi. Smartni juda ham sevaman, haqiqatan. Haligi Bahodir ustoz aytdi bir chatda, men Smartni sevaman desam, desalar, men aytaman, buni ham sevar ekan, men o'zim sevaman buni-da haqiqatan. Shunaqa ichganda har kuni maza qilaman. Buni ichganda har kuni ertalab. Allohga beadad shukr, yaxshi, mana mahsulotlarga gap yo'q. Hozir o'zim bir qarindoshimga ham berib turibman, insult bo'lgan. Xudo xolsa ozgina rezultat ko'rsalar, ular ham nima qilib yaxshi bo'lib ketadilar.